Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Bugun men sizlarga geranni qalamcha qilib ko'paytirishni juda bir oson usulini ko'rsatib bermoqchiman. Bu usulning ustun tomoni, xudo xolisa, geran qalamchamiz chirib ketmaydi va hammasini to'g'ri qilsanglar, xudo xolisa 100% ildiz otadi. O'zi ko'pchilik bu usulni bilmaydi, lekin uy sharoiti uchun eng oson usullardan biri. Videomiz qisqaroq bo'lishi uchun men hamma narsani tayyorlab qo'ydim. Bizga albatta geranni qalamchasi kerak bo'ladi. Mana bizda 5 ta qalamcha. Bizga tuproq kerak bo'ladi, ozgincha qum, ekish uchun idish, yopish uchun salofan va iloji bo'lsa ozgincha karnivin. Birinchi men sizlarga bularni ekib olishni ko'rsatib beraman. Buni ham siri bor va keyin ekib bo'lganimizdan keyin nimaga bu usul yaxshiligini men sizlarga tushuntirib beraman. Va sizlar ham xudo xolisa albatta buni sinab ko'rasizlar. Do'stlar, kim kanalimizda mehmon bo'lgan bo'lsa, albatta obuna bo'linglar va bizning Telegram kanalga ham albatta obuna bo'linglar. Do'stlar, bitta qalamchani ekishi men sizlarga boshdan oxirigacha ko'rsatib beraman. Hozir hammasini ko'rsatib beradigan bo'lsam, videomiz juda ham cho'zilib ketadi. Qalamcha uchun men sizlarga har doim mana shunaqa prozrachning ichi ko'rinadigan stakanchilar ishlatishni maslahat beraman. Chunki bu stakanchilarda ildiz rivojlanayotgani har doim ko'rinib turadi. Bu juda ham qulay. Misol uchun kichkina tuya ham ishlatsanglar ham bo'ladi, lekin tuyada, mana shu ichi ko'rinmaydigan tuyada ildiz rivojlanayotganini ko'ra olmaysizlar. Albatta stakanchini tegini teshib olinglar. Bu ortiqcha suv chiqib ketishi uchun juda ham muhim. Iloji bo'lsa ko'proq teshib qilinglar. Do'stlar, endi men sizlarga bu usulimizni eng muhim joyini ko'rsatib beraman, tuproq tayyorlashni. Mana xuddi shunaqa qilib tuproqlarimizni tayyorlab olamiz. Stakanchigimizni tegi, chetlari oddiy tuproq bo'ladi. Qalamchani ekadigan joyimiz bo'lsa qum bo'ladi. Nimaga buni qilishimizni men sizlarga ekib bo'lgandan keyin videoni oxirida tushuntirib beraman. Videoni oxirigacha ko'rish shart. Hozir bo'lsa tuproq tayyorlashni ko'rsatib beraman. Mana stakanchigimizni oldik, teglarini teshib oldik. Endi ozgincha tagiga tuproq solamiz. Mana yetadi. Va stakanchining o'rtasiga mana shunga o'xshagan narsani qo'yamiz va chetlarini ham o'rtasiga qo'yamiz va chetlarini ham to'ldirib chiqamiz. Videomiz ozgincha cho'ziladigan bo'ldi. Mana chetlarini presslab olib, endi o'rtadagi narsani sekingina olib tashlaymiz. Mana shunaqa teshuv paydo bo'ladi. Endi shu teshuvni biz qum bilan to'ldiramiz. Do'stlar, bunaqa qum ishlatishingiz shart emas, oddiy shu o'zimizning stroykani qumini ham bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Mana to'ldirib olamiz. Hozir endi men sizlarga ekishni ko'rsatib beraman. Sochilib ketdi. Do'stlar, mana 4 ta qalamchamizni ekib oldik. Shu qum solgan joyimizga qalamchani ekdik. Mana men bittasini qoldirdim. Hozir men sizlarga ekishni ko'rsatib beraman. Iloji bo'lsa qalamchani ekishdan oldin karnivinga ozgincha botirib olinglar. Karnivin tezroq ildiz chiqarishga yordam beradi. Agar karnivin bo'lmasa, botirish shart emas. Mana ozgincha botirib oldik. Endi shu qum solgan joyimizni o'rtasiga qalamchani ekib olamiz. Do'stlar, mana qalamchalarimizni ekib oldik. Endi biz bularni sug'oramiz. Birinchi marta suv quyayotganda yaxshilab suv quyinglar. Tagidan suv chiqquncha quyish kerak. Mana bularga biz quyib oldik. Endi bularga qo'yamiz. Suv quyganda qumlari ko'rinmay ketadi, lekin tagida o'sha ildiz tomonda albatta qum bo'ladi. Bundan xavotir olmanglar. Hozir men sizlarga endi bu usulni afzallik tomonini tushuntirib beraman. Tushunmaganlar uchun. Yaxshilab suv quyinglar. Birinchi marta suv quyayotganda tuprog'ini hamma yog'ini namlash kerak. Yaxshilab quyinglar. Tagidan suv yaxshi chiqquncha quyinglar. Bu juda ham muhim. Do'stlar, endi men sizlarga bu usulni afzallik tomonini tushuntirib berishga harakat qilaman. Agar nimadir tushunmaydigan bo'lsanglar, albatta bizning Telegram kanalimizga kiringlar. Bugun xudo xolisa shu mavzuda batafsil gaplashamiz. Bu usulda qalamcha deyarli chirimaydi, chunki qalamchamiz har doim qumda turadi. Qum tuproqga nisbatan tezroq quriydi va qumda ildiz chiritadigan, qalamchani chiritadigan zamburug'lar, patogenlar yashamaydi. Agar biz tuproqni o'ziga ekib qo'yadigan bo'lsak, tuproqni o'zida qalamchamiz ko'pincha chirib ketadi. Chunki tuproq tez qurimaydi, har doim ho'l turadi va tuproqda zamburug'lar, patogenlar ko'p bo'ladi. Endi sizlarda tabiiy savol tug'iladi, shu qalamchamizni qum o'ziga ekib qo'ysa bo'ladi-ku. Qum o'ziga ekib ildiz paydo bo'lgandan keyin tuproqga o'tkazsa bo'ladi-ku. Shuncha bosh og'riq nimaga deb so'rashinglar mumkin. Albatta biz qalamchani qum o'ziga ekib qo'ysak ham bo'ladi, lekin biz qumdan olib ildizlar albatta ochiladi. Keyin tuproqga ekayotganimizda qalamchamiz ko'pincha nobud bo'ladi.
Do'stlar, uzr so'rayman, bugun biz bu videoni oxirigacha ololmaymiz, vaqtimiz ozgincha yetmay qoldi. Lekin biz bu videoni yakshanba kuni chiqarishimiz shart, chunki yakshanba kuni Telegram kanalimizda ham shu mavzu bo'ladi. Bizda o'zi hammasi reja asosida ketadi. Lekin xudo xolisa ertaga dushanba bo'ladi. Biz bu videoni davomini albatta qo'yamiz. Qisqa bo'lsa ham. Qanaqa qilib yopish kerak, qanaqa joyda saqlash kerak, qachon ochish kerak, qanaqa suv quyish kerak, qachon salafanni olib tashlash kerak, hammasini sizlarga tushuntirib beraman. Do'stlar, xafa bo'lmaysizlar, bugun videomiz chala bo'lib qoldi. Buni atilab qilmadik, vaqtimiz yetmay qoldi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar va albatta men sizlarga maslahat beraman. Biz bugun tuproqni Pyotr Plexanov universal tuprog'ini ishlatdik va Pyotr Plexanov kvarts qumini ishlatdik. Juda ham zo'r qum.